Hop, birinchi o'rinda MyGo deb yozib kirib olamiz. Ingliz tilidan imtihon topshirasizmi, arab tilidan, qaysi bir chet tildan sifr topshirmoqchimisiz? Birinchi o'rinda MyGo'ga kirib olasiz. MyGo'dan ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz kerak. Birinchi o'z internet sekin ishlayapti. Kir bo'la qol. Kirdi mana. Bu yerda o'zim rasmim chiqib turibdi, chunki men oldin MyGo'da ro'yxatdan o'tganman. Mana bu yerdan pastga qarab tushamiz. Ta'lim degan joy bor. Shu ta'lim degan yerdan chet tilini bilish darajasini aniqlash degan joyning ustiga bosamiz. Mana bu yerda turibdi. Ariza qoldirish uchun yetarli 4 daqiqa deyapti. Endi xizmatdan foydalanish deymiz. Xizmatdan foydalanishga kiramiz. Qarabsizki, ariza topshirmoqchisiz. Arizachining voyaga yetmagan farzandi emas, arizachining o'zi degan joyga bosamiz. O'zim topshirmoqchiman. Mana birinchida jinsini tanlaymiz, erkak deb. Hop, yashash hududi, hozir qayerda ekanligimiz, yashagan viloyatimizni, tug'ilgan viloyatimizni, propiskamiz turgan viloyatni belgilaymiz. Misol uchun men Yangiqo'rg'on deb belgilayman. Misol uchun avtomatik keyin manzilim, telefon raqamlarim ular chiqib keladi. Keyingisiga o'taman. Keyingisiga o'tib, mana bu yerdan endi siz test haqida ma'lumot tilni tanlab olasiz. Misol uchun men koreys tili boshqa til emas, arab tilidan topshiraman. Arab tilini tanlayman. Test topshirish hududini Toshkent shahrida topshirmoqchiman. Toshkent shahrini tanlayman. Imtihon sanasi va boshqa masala. Endi hozir men bu ma'lumot chiqib kelmaydi, chunki men bir marta belgilab ro'yxatdan o'tib bo'lganman. Shuning uchun chiqmaydi. Va mana bu yerda o'sha test sinov sanasi bossangiz, arab tilidan imtihon qachon bo'lsa o'sha sana chiqib keladi. Avtomatik o'sha sana ustiga bosasiz, boshqa variant qolmaydi. Sinov darajasi yerdagi mana bu bossangiz, multi-level yoki o'sha chiqib keladi. Multi-level bosasiz. Keyin mana bu yerga yozgan, agar siz hozirda akademik lisey 4-semestr talabasi hisoblansangiz, o'sha maydonni belgilang debdi. Yo'q, biz talaba emasmiz, o'quvchi emasmiz deb. Keyin buni belgilab, keyingisini bossangiz, ariza qoldiriladi siz nomingizdan. Bo'ldi, shu bilan tamom. Siz sifr uchun ariza qoldirdingiz.